2015 103 ming yurgan ikkinchi paysi. 2014 250 ming yurgan ikkinchi paysi. 2023-24 18 ming kilometr bosib o'tibdi. 2019 160 ming kilometr bosib o'tgan. Kraskasi 2021 97 ming kilometr bosib o'tgan. 4-paysi. Nech pul bunlar aka? 7600 deyapmiz. 2018 120 ming kilometr bosib o'tgan. Bemalol kelib ko'rib 149 kilometr bosib o'tgan. Yangi 2025. Xo'p, 2019 99 ming yuribdi aka. 2014 3-paysi 318 ming yurgan. 2015 pul yengilidan azizlar 458 ming yurgan. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana hafta kuniga chorshanba 2-aprel Qo'qon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Cobalt'dan syomka qildik. Mexanika, avtomat, yili eski, yangi har xillaridan bor video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. 2014 dan boshladik. Oqidan ikkinchi paysi yurgan 250 ming, shunda turaversan aka. ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. 250 ming yurgan aka. Motor ходовой коробkasi. Joy salonlari ko'ringlar, yaxshi holatda. 25 gacha syomka qilganmiz, video davomida ko'rasizlar azizlar. Shumka bo'lgan, eshikmi yo polniymi? Tomdan tashqari polni. Tomdan boshqa hamma joyi shumka bo'lgan. Pioner magnitofonlari, kovri bor, lino'n qilmagan. Zavodskoy chexol. Orqa salonlari tonirovkalar tortilgan. Bagaj holatlariga keladigan bo'lsak, 90 talik temir metanga zapas balonlari bor. Pol holatlari shumka mana. Xo'p. 2014 250 ming yurgan ikkinchi paysi. Kraska qanaqa bunda aka? Petnosi bor, benzin bakda. Bitta benzin bakda oldi, petno bor. Bo'ldi. Nech pul narx aka? 7800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Bermaganimiz bo'ldi. 72 ga so'rashdi. 7200 dollargacha pul ko'rdi. Xo'p. Nasiya barter yo'llari-chi? Yo'q, unaqa barterga yo'q. Faqat naqd pulmi? Naqd pul. Bo'ldi. Generalniy bo'ladi bo'lmaydimi? Yana ham qilib beraveramiz. O'tkiz bo'lsa yana yaxshi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 90lik. 90lik 507 507 0305. 507 0305. Bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2014 250 ming kilometr bosib o'tgan. Yili balandni so'raganlarga 2023-24 navbatdagi Cobalt'imiz. Oqidan 4-paysi avtomat korobka. Xo'p, 4-paketli gazlari bor. ABS bor, konditsionerlari bor. Qancha yurdi bu? Balondan ko'ring. 19 ming kilometr bosib o'tgan. Mana 18800 kilometr bosib o'tibdi. Ichki holatlari yaxshi holatda mashina. Yangi mashina ekan, tayyor holatda. Shunaqalarni olsanglar bemalol bo'laveradi azizlar. Olib sarflab yurmaysizlar. Endi o'zingizlar bilasizlar, bunaqa 1-2 yilcha rol o'ynab olmaydi. Eng muhimi hamma narsasi bor, tayyor holatda. Gazlar ham qo'yib qo'yilgan. Menimcha bir 500 dollardan ko'p pul sarflangan bo'lsa kerak. Zapas balonda ham kerak kulishlari bor. 2023-24 18 ming kilometr bosib o'tibdi. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza. Toza. Narxi nech pul? 12200 aka. 12200 dan o'tib berasizlar. Savdo qilmadingizmi bunga aka? 11800 gacha pul. 11800 dollargacha pul ko'ribdi. Xudo xolasa qo'shganga berasiz aka. Xo'p, mashina 1 oygacha yetmay qolgan puli kelishib turilar ekan o'zaro. Generalniy bo'lmay ekan. 2020 ni atrofida mashina bo'lsa, 2019 mi, 2020 mi, 21 mi barterga kelishsa bo'lar ekan. Telefon raqamingiz? 90lik 305 3322 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2019 navbatdagi Cobalt'imiz 160 ming kilometr bosib o'tgan ekan. Ikkinchi paysiyada mexanika. Motor ходовой коробka yaxshimi? Umuman ishi yo'q. Kulish tegmagan. Xo'p, ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Balonlari yaxshi holatda. Shumka bor ekan-a? Shumka bor. Mana yurgani 160 ming 768 kilometr bo'libdi. Mexanika ikkinchi paytsa kovri bor, lino'n qilinmagan, zavodskoy chexollari bilan. Orqa salonlari.
Xo'p. Yaxshi holatda mashina. 90 talik temir metan gaz o'rnatilgan ekan. Zapas balonda ham kiradi kulib, shoklarni o'zingizlar bir qator ko'ringlar mana. 2019 160 ming kilometr bosib o'tgan. Kraskasi Bitta petonchasi bor. bitta petni orqa kirillari. Qolgan joyi toza 100%. Narxi nech pul aka buni? 9300. 9300 dollar kelishiladi. Savdo qilmadingizmi hali? Yo'q. Xo'p, nasiya barter yo'llarichi? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqd pulga sotiladi. Bunga generalniy chiqmasa kerak. Chiqaveradi, farqi yo'q. Xo'p, telefon raqamlaringiz? 90lik. 90lik 151 151 07 07 93. 93 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2019 160 ming kilometr bosib o'tgan ikkinchi pozitsiya mexanika. 2021 navbatdagi Cobalt'imiz 4-pozitsiya avtomat korobka. Yurgani qancha? 97 ming bo'ldi. 97 ming kilometr bosib o'tgan. ABS bor, konditsioner bor, 4-pokoleniya gazlari bor. Motor ходовой korobkalari yaxshimi? Hamma yo'g'i yaxshi. 4 ta yangi baloni bor. Shumka yo'q ekan. Salon holatlari, mashina 4-pozitsiya, yangi chexol. Mana 97 ming yuribdi. Kovrilari bor, linoleum qilinmagan, ichki holatlari mana. Buni metana gazi? 90 talikmi? Bu 90 talik bu. 90 talik temir metani bu. 2021 97 ming kilometr bosib o'tgan 4-pozitsiya. Kraskasi qanaqa? Kalinkasida bor. Bunda qolgan joyi toza. Bu nech pul narxi? Narxi 10800. 10800 kami bor. Kami bor. Barter bor. O'zi qator mashinaga 20 dan baland bo'lishi kerak. Xo'p, keyin yetmay qolgan pulini birovgacha kutirilaveradi. Bo'ldi. Bu 2021 ha? Bunisi ham 2021 mi? Ikkalasi bir xil deyapsiz. Ikkalasini alohida obzor qilmay qo'yardik. Ikkalasi deyarli bir xil ekan. Pullari ham bir xilmi? Xo'p, yurganichi buni? Yurgani 77 ming. 77 ming. Deyarli bir xil mashina ekan. Xo'p. Telefon raqamingizni aytib yuboring aka. 90lik 305 305 3322. 3322. 2021 so'raganlar ikkita bor ekan, mana aloqaga chiqaverasizlar. 70 mingdan ko'p yuribdi, 90 mingdan ko'p yuribdi. Nech pul narxi aytdingiz aka? 10800 11 ming. Narigi tozami? Kraskasi toza. Toza. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar ma'qul kelganiga. Xo'p, navbatdagi Cobalt'imiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiyada. Mexanika so'raganlarga 200 mingdan ko'proq yurgan ekan. Hozir aniqini ham ko'rsatib ketamiz video davomida. ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Mashina ikkinchi pozitsiya. Xo'p, motor ходовой korobkasi? Zakon. Balondan ko'ringlar, yaxshi holatda. Imkon darajada tezroq ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Salon holatlari. Xo'p, ikkinchi pozitsiya mexanika. Mana kalitida bitta ochiq. 349 ming yuribdi bu. Monitor qo'yilgan ekan, kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollar yaxshi holatda. Orqa salonlari tonirovkalar tortilgan. Buni gazi metanmi aka? Metan, benzin metan. Xo'p, kraskasi qanaqa? Kraskasi toza petnosi bor. Petnosi bor, nechta? Qanotda eshikda. Bo'ldi, ikkita joyda petnosi bor. Nech pul buni narxi aka? 7600 deyapmiz, kami bor. 7600 dollar kami bor. Savdo qilmadingizmi hali? Yo'q, 71 so'rash olib bermaydi. 7100 gacha pul ko'rdi. Xo'p, nasiya barter qanaqa yo'llari bor? Barter ham qilaveramiz. Nasiya chiqadimi, chiqmaydimi? Nasiya chiqmaydi. Chiqmaydi. Generalniy bo'lmaydi-mi bu? Generalni bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Telefon raqamingiz? 91lik 91 kodi bilan 146 146 07 07 99. 99 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2015 2018 navbatdagi Cobalt'imiz GK2 svetidan 4-pozitsiyada ekan. 122 ming kilometr bosib o'tgan avtomat korobka. Xo'p, metan gazi bor, 4-pokoleniya, ABS bor, konditsionerlari bor. Motor ходовой korobkasi yaxshimi? Zo'r deb ko'rsatilyapti. Balonlari yaxshi holatda, o'z 4-pozitsiya diskasi o'ziniki. Shumka yo'q aka bunda. Polni shumka. Mashina 4-pozitsiya avtomat korobka. Chexollari yaxshi holatda, kovri bor, linoleum qilinmagan.
Hozir akkumulyator o'tirib qolibdi mashinani. Nimasidir yonib qolib ketgan, adashmasam. Aytmoqchi bo'lgan tablot ko'rsatmadim, shu sabab aytib o'tib ketyapman. Hop, 122 mi yurgan dedingiz, a? 120. Ha, 120 mi yurgan. 90 talik temirmi gazi? Pakeleniya. Pakeleniya gazlar. 2018 120 mi yurgan, 4-pozitsiya. Jikayki svetidan. Kraskasi? Kraska 30-40% bor. 30-40% bor kraska. Orqa oldi butunmi mashinani? Oldi orqa butun. Ichkari zo'r. Necha pul narxi buni? 8800 dan tushdi. 8800 kelishlar aka. Kelishlar. Bermaganingiz bo'lmadimi hali? Bo'ldi. Necha pul sir bo'lmasa? 78, 79, 8000 gacha chiqdi. 8000 dollargacha pul ko'rdi. Xo'p. Nasiyaga, barterga imkoniyatlari bormi? Iloji boricha naqd. Imkon qadar naqd pulga sotiladi. Hujjatlari-chi, generalniy bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi. Gendan gena bor. Telefon raqamingiz? 93lik. 93 kodi bilan 647 647 89 89 80. 80 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, azizlar, 2018 120 ming kilometr bosib o'tgan. Bemalol kelib ko'rib, tekshirib olib, notariusda pulni beraverasizlar. 4-pozitsiyada avtomat korobka mashina. Xo'p, azizlar, yangi chiqqan Cobalt so'raganlarga endi Midnight 2025 kecha salondan chiqibdi. Zavod holatidan hamma narsasi. Turishiga e'tibor bermaysizlar, yomg'ir sachindi. Shunaqa. 149 kilometr bosib o'tgan. Yangi 2025 Midnight. Xo'p, nech pul bu narxi? Bunaki 1700. Kamini qilib berasiz. Ozgina bo'lsa beraman. Endi agar 7-8 ming puli borga 3 to'rga variant ham qilib beraveraman kelishuvga. O'zingiz Nasiya savdo bo'ladi. Bu bunaqa narx bo'lmaydi. bo'ldi, kelishiladi. Ha, kelishilgan narx. Nomerlari borami? Nomer hozir bugun olamiz. Ha, bugun. Kecha chiqdi-da, vaqt. Generalniy bo'ladimi, bo'lmaydimi? Genam bor. Qilib beraverasiz. Telefon raqamingiz? 97 97lik 955 955 09 09 70. 70 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 12700 dollar Ozgina o'tib bergan joyi bor. 2019 navbatdagi Cobaltimiz azizlar. Mexanika bu. Mexanika so'raganlarga. Xo'p, mashinani 4-paketli gazlari bor ekan, ABS bor, konditsionerlari bor. Motor holatlarini bitta ko'ringlar. Yurganini ko'rsatib o'tib ketaman. Motor hadovoy korobkalari? Yo'q, umuman muammosi yo'q. Balonlari yaxshi holatda. Bo'ldi. Shumka yo'qmi bunda? Shumka bor. Yurgani 99963 kilometr ekan, ikkinchi pozitsiya mexanika, yangi chexol, kovrik bor, linoleum qilinmagan. Orqa salonlari aytib o'tganimizdek, mashina ideal holatda. Endi bilmadim, tayyorlanganmi yoki yo'qmi, lekin ideal holatda ekan. 90 talik 4-paketli metangaz, zapas balon dam kiratgich, pollari shumka. Xo'p, 2019 99 ming yuribdi aka. Kraskasi qanaqa buni? Bitta qanotida bor xolos, aka. Bitta detal to'liq sepilgan. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, yo'q. Bo'ldi. Narxi necha pul buni? 9100. 9100 kelishiladi. Kami bor. Xo'p, nasiya savdo yo'q, qolgan hamma yo'lning imkoniyati bor deyapsiz. Barterga ham mashina olib qo'laverasizlar. Olib qolaman. Bunga generalniy chiqmaydi. Gem bor, 3 yillik geni bor bunga. Bo'ldi. Toshkent partiyada yursa ham bo'ladi. Ha, bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Telefon raqamingiz? O'sha 91lik 91lik 673 673 70 70. 70 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2019 99 ming kilometr bosib o'tibdi. Beramiz. Bo'ldi. Kami bor 9100 dollardan. Yili eskiroqdan davom etamiz azizlar. 2014 navbatdagi Cobaltimiz oqidan. Buni yurgani qancha? 318. Xo'p, 318 ming kilometr bosib o'tgan. 2-3 pozitsiya. 3 pozitsiya. ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Motor hadovoy korobkada ishi yo'qmi? Yo'q, Ishi yo'q. Balonlari yaxshi holatda. Archami balon? Archa baloni bor ekan. Mashina 3-pozitsiya, mana rol ham ligrovka bo'ladi. Xo'p, 318 ming kilometr bosib o'tgan mexanika. Kovrik bor, linoleum qilingan, chexollari o'zini zavod holatdagi chexoli. Orqa salonlari tonirovkalari tortilgan. Bagaj holatlariga keladigan bo'lsak. Xo'p, 90 talik temir gaz, zapas balon dam kiratgich, pollari zavod holatida. 2014 3-pozitsiya 318 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Bitta kapot o'zdami? Nech pul narxi buni? Nech pul? 7600 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? 6800 dollargacha pul ko'ribdi. Endi nasib bo'lsa shunga qarab aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, nasiyaga barterga imkoniyatlari-chi? Bo'ldi. Sizga naqd pul kerak ekanda? Generalniy bo'ladimi, bo'lmaydimi?
xohlagan hujjati bo'laveradi. Telefon raqamingiz 88 88 kodi bilan 207 207 59 10. 5910 207 5910 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. 2014 318 ming kilometr bosib o'tgan, bitta bagaj o'zida kraska ekan, 3-paytiyada mashina, hamma narsasi bor, mexanika. 2015 navbatdagi Cobalt'imiz Mokri asfaltidan. Puli yengilroqdan deb aytilyapti. Mashina birinchi paytiyani Euro varianti. Konditsioneri bor, ABS yo'g'idan. 4-pokoleniya. Propan ekan bu. Balonlari yaxshi holatda. Salon holatlari. Yurgani 458 ming kilometr ekan. Kovri bor, linoleum qilingan, chexollari yaxshi holatda. Orqa salonlari, tonirovkalar tortilgan. 65 talik 4-pokoleniya propan. Xuddi shunaqa. Qo'l holatlari mana. Mashina 458 ming yuribdi aka. Motor asfalt qilmaydimi? Hadovoy korobka yaxshimi? 2015 puli yengilidan azizlar 458 ming yurgan. Kraskasi Kraskasi 30% bor. 30% bor. Orqa oldi butunmi? Orqa oldi butun. Necha pul aka bu? Puli 6800 dan tushib beradi. 6800 kelishiladi. Kelishiladi. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Bo'ldi aka. Sir bo'lmasa necha? 6100 ga berganimiz yo'q. 6100 ga Qo'shilsa beramiz. qo'shganga xudo xolisa baraka bo'lib ketadi. Albatta. Generalni Nasiya barter beriladi. yo'llari-chi? Yo'q, faqat naqdga. Faqat naqdga. Generalni beriladi. Bo'l, telefon raqamingiz 90lik 90lik 589 589 70 70 99. 99 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. 850 ga bermadim. 2015 azizlar. 2015 navbatdagi Cobalt'imiz oqidan avtomatmi? Yo'q, mexanika. Mexanika diskga qo'yilgan. Yurganichi? 103 ming. 103 ming. Yurgani ozidan ekan, yiliga nisbatan. ABS bor, konditsioner bor, metan gazlari bor. Motor hadovoy korobkasi yaxshimi? Zo'r. Balonlari yaxshi holatda. Xo'p. Shumka yo'q, salon holatlari. Mashina ikkinchi paytsi mexanika. Yurgani mana 103 ming. Monitor qo'yilgan ekan, multirol, konditsioner ishlab turibdi mashinani. Kovri bor, linoleum qilinmagan, zavodskoy chexoli bilan. Orqa salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilgan mana. Bagaj holatlari, gazi 90 talikmi? 90 talik. 90 talik temir metan gaz, zapas balonlari bor. Holi zavod holatida. 2015 103 ming yurgan, ikkinchi paytsi. Kraskasi joyda petnosi bor. to'liq sepilgan detali bormi? Yo'q, unaqasi yo'q. Bo'ldi. Nech pul narxi buni? Endi aytilish bor 8500 dollar. Kami bor. Kami bor. 7850 dollarga hozir mayish paytda berganimiz yo'q. 7850 dollargacha berilmayapti ekan hozir azizlar. Nasib bo'lsa shunga qo'shsanglar baraka inshaalloh. Xo'p. Nasiya barter yo'llari-chi buni? Yo'q, naqdga. Faqat naqd pulga. Ha. Generalniy bo'ladimi? Bo'ladi general. Bo'ldi. Telefon nomeri 90lik 90lik 589 589 70 99. 70 99. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Bozoringiz bersin aka. 2015 103 ming kilometr bosib o'tgan.